Kelinglar hammasini boshidan boshlab aytib beraman. Yoshligimdan san'atga juda ham qiziqqanman va 2020-yilda Aralash-qurlash o'quv markazida aktyorlik mahorati bo'yicha o'qiganman. Undan so'ng u yerda juda ham ko'plab rollarni ijro etdim va ayrim sabablarga ko'ra u yerda ham faoliyatim yakunlandi. Xo'sh, keyinchi? Naqd 7 oy rol ijro etmadim. Undan keyin esa va nihoyat birinchi taklif. Qodirxon seriali. Qodirxon serialida Qodirxonning nabirasi, ya'ni Nodirxon personajini olib chiqdim. U yerda salbiy obrazni ijro etganman va bu mening birinchi katta rolim edi. U yerda menga ustoz san'atkorlarimiz Minavara Abdullayeva, Bekzod Muhammadkarimovlar xatolarimni to'g'rilab, ancha-muncha yordam berishdi. Ushbu serial menga juda ham omadli keldi. Qodirxon serialidan so'ng yana bir qancha seriallarga takliflar tushdi. G'alaba qildim demayman. O'yin davom etmoqda va sizlar uchun ajoyib yangiliklarimiz ham bor, xudo xohlasa. Shuni aytmoqchimanki, maqsadingiz yo'lida hech qachon to'xtamang. To'g'ri, oson bo'lmaydi, lekin oson erishilgan narsalar davomiy bo'lmasligi ham mumkin. Hali ko'rishamiz.